O'quv markazi rahbari bo'lganingizda-chi, o'quv markazi rahbari bo'lganimda nima qilardim? Bu aytadigan ma'nodan ko'pchilik sizga pulga yetadi. Bu narsani men sizga tekinga beraman. Bepulga hozir sizga ikkita qimmatli bo'lgan insightni beraman. Birinchisi, marketing taraflama. Agar men o'quv markazi bo'lganda, har qanaqa o'quv kurslarini ikki xil shaklda bergan bo'lardim. Birinchisi intensiv, ikkinchisi bootcamp. Sababi, agar siz standart kurs beradigan bo'lsangiz, sizning kursingiz bilan boshqa o'quv markazlari bilan solishtiriladi. Lekin siz bitta kursni ikkita shaklda beradigan bo'lsangiz, mijozni oldida ikkita tanlov bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham sizga plyusga ishlaydi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, hozir marketing taraflama mnemonika texnikasi juda ham ko'p tarqalgan. Xuddi shu texnikani o'zim o'quv kursimga olib kelgan bo'lardim va til kurslarida joriy qilgan bo'lar edim. Ana endi kontent taraflama bo'ladigan bo'lsa, hozir sizga ikkita zo'r rubrika aytib o'taman. Birinchisi, qaysi yo'nalishda yoki til kursida o'qiyotganda qilinadigan eng ko'p xatolarni olib chiqqan bo'lardim. Ikkinchi rubrika bo'ladigan bo'lsa, markazda ko'proq lifestyle olib chiqish kerak. Misol uchun ko'proq debatlar o'tkazish kerak, qanaqadir o'yinlar o'tkazib, o'tdik emotsiyalarni videoga ko'proq olib chiqqan yaxshiroq bo'ladi. Agar siz ham biznesingizga shunaqa qiziqarli va foydali yechimlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq bizga murojaat